Kel o'g'lim, mana buni kiyib ol. O'rtoq, shuni qarab tur joyimga, 1-2 soatda kelaman, xo'p? Bo'ldi, o'rtoq, shu yerdaman. Xo'p. Bo'tdagi aka yo'qmidi? Nima xizmat? internetda bitta istoriyasida 16 Pro Max ko'ruvdi. Shuni olgani keluvdi. U telefonni gap ochiq azgincha aybi bor edi. Manga keling, men sizga zo'rni ko'rsataman. Kecha mana telefonni olaman, telefon qilishuvdi. Kelmadi ham. Odamlarning gapiga ishonguncha urib yubormaysanmi kelganiga? Nima qilasan kutib buni? Birinchi bo'lib telefon qilgani uchun ham ushlab turdim, labzi bor deb. Undan keyin nechta klient telefon qilib so'radi. O'rtoq, siqilma. O klient chiqib qoladi uni ham. Kecha men o telefonni sizdan oluvdik. Tinchlikmi aka? Nima aybi bor ekan buni? Uningni Face ID'si ishlamayapti. Ekrani almashgan ekan. Nima qilasan, aldab sot. Yo pulni ber, yo telefon normalnisini qilib ber. Gap ochiq aka, hozir menda boshqa 16 Pro Max'im yo'q. Sizlar sal erta kelib qo'yibsizlar-da, bir pas turib keldi, savdo qilsam beraman pulinglarni. Okey, men bor uzr, suhbatingizga quloqim tushib qoldi. 16 Pro Max bor edi menda. O'rtoq, sen ishingni hal qilib, men telefonim bilan keyin o'zing bilan gaplashib olamiz. O'zi internetdan sizni ko'rib izlab keluvdik. Rahmat. Nima qilasan aralash? O'zim ham hal qilib olardim buni. Biz sen bilan konkurent bo'lishimiz mumkin, lekin dushman emasmiz. Shu narsani esdan chiqazmagan. Bu telefonni gap ochiq azgincha aybi bor. Odamlardan labz qolmagan qarab.